Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaş ve en isil mediheler, alemlerinin yaratkuchisi ve pervişçisi Allah Teala'ga xasdır. Haq dinni bizlerge yetkizgen suyumlik peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a durud, dua ve salam yollayman. Hürmetlik okurmenlerimiz, növbette huzurunlarga İslam Aqideler namlı kitapның davamını sunamiz. Allah Teala'nın kamal sübetleri. Allah Teala'nın kamal sübetleri qancha ve ular qaysila? Allah Teala'nın köpligen kamal sübetleri var. Ularning hammasiga ijmali iman keltirish Allah'a iman keltirishning bir partisidir. Tövende bizning tafsili bilib iman keltirishimiz zarur bo'lgan 8 sübetni bayon qilish bilan kifoyalanamiz. 1. Hayyun, hamisha tirik bo'luvchi. 2. Alimun, hammani bilguchi olim. 3. Qodirun, hammaga kuchi yetadigan qodir. 4. Muridun, iroda qiluvchi. 5. Mukawwinun, ijod qiluvchi. 6. Mutakallimun, so'zliguvchi. 7. Sami'un, anglag'uchi. 8. Asirun, görgücü. Allah Teala'nın tirik ekanligiga qanday iman keltirish kerak? Allah Teala azaldan tirik bo'lib, o hergiz ölmeydi. Allah Teala'nın tirikligi jon va jism bilan bo'lmasdan, balki o o'ziga loyiq sifati bilan tirikdir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Yani bir Allah'tan başka ilah yoktur. O hamisha tirikdir. Hemen idare qilib turg'uchidir. Allah Teala'nın alim ekanligiga qanday iman keltirish kerak? Allah Teala hammani bilib turg'uchidir. Koinotdagi shaylarning hech biri uning ilmining sirtida emas. Allah Teala'nın bilishi aql va zihn bilan bo'lmasdan, balki o o'ziga loyiq sifati bilan bilgichidir. Bu vaqtda Allah Teala mundaq deydi: "Va huwa bi kulli shay'in alim." Yani Allah hamma narsani bilgichidir. Allah Teala'nın hammaga qodir ekanligiga qanday iman keltirish kerak? Allah Teala hamma narsaga kuch yetguchidir. O hech narsadan ojiz kelmaydi. Hech narsa uningga g'olib kelmaydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: "Va huwa ala kulli shay'in qadir." Yani Allah hamma narsaga kuch yetguchidir. Allah Teala'nın iroda qiluvchi ekanligiga qanday iman keltirish kerak? Allah Teala mutlaq ixtiyor egisi bo'lib, hamma Allah Teala'nın irodasi bilan bo'ladi. Allah Teala'nın irodasi va xohishsiz hech narsa vujudga chiqmaydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: "Fa'alul lima yurid." Yani Allah xolig'ini qilguchidir. Allah Teala'nın so'zligi ekanligiga qanday iman keltirish kerak? Allah Teala azaldan so'zligichi bo'lib, Qur'oni Karim uning so'zidir. Allah Teala'nın sözlişi til ve ig'iz bilan bo'lmasdan, balki o o'ziga loyiq sifati bilan so'zligichidir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: "Va kallamallohu Musa taklima." Yani Allah Musaga so'z qildi. Allah Teala'nın ijod qiluvchi ekanligiga qanday iman keltirish kerak? Allah Teala bütün mahluqotning paydo qiluvchisidir. Kainat ve uningdagi barliq shaylar Allah'ın yaratışı ve icad qilishi bilan paydo bo'lgandir. Bu vaqtda Allah mundaq deydi: "Allahu xaliqu kulli shay." Yani Allah hamma narsaning yaratquchisidir. Allah Teala'nın anglag'uchi ekanligiga qanday iman keltirish kerak? Allah Teala har qanday ovozlarni, duolarni va munojatlarni anglag'uchidir. Allah Teala'nın anglishi quloq bilan bo'lmasdan, balki o o'ziga loyiq sifati bilan anglag'uchidir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: "Vallahu huves-semi'ul alim." Yani Allah hammani anglab turg'uchidir va hammani bilib turg'uchidir. Allah Teala'nın ko'rguchi ekanligiga qanday iman keltirish kerak? Allah Teala hammani ko'rib turg'uchidir. Hatto qorong'u kechida qora tosh ustidagi qora cho'mililarning harakatlarini aniq ko'rib turg'uchidir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: "Vallahu basirun bil ibad." Yani
Allah bandilarini va ularning hamma ishlarini ko'rib turg'uchidir. Alloh taologa iymon keltirishga munosabatli masalalar. Alloh taologa iymon keltirish nimalarni o'z ichiga oladi? Alloh taologa iymon keltirish tövendeki 4 haqiqatga iymon keltirishni o'z ichiga oladi. Birinchi, Alloh taoloning bor ekanligiga iymon keltirish. Ikkinchi, Alloh taoloning hammani yaratquchi va hammani idora qilib turg'uvchi Rabb ekanligiga iymon keltirish. Zalikumullohu robbukum la ilaha illahu xoliqu kulli shay'in fa'buduhu va huwa ala kulli shay'in vakil. Ya'ni ana shu Alloh sizlarning Rabbinglardir. Uningdan boshqa iloh yo'qdir. U hamma narsaning yaratquchisidir. Undaqda uningga qulchilik qilinglar. Chunki u har narsani qo'g'dab turg'uchidir. Uchinchi, Alloh taoloning yakkigani iloh, birli haqiqiy iloh ekanligiga iymon keltirish. Va ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huvar rahmanur rahim. Ya'ni sizlarning ilohinglar birli ilohdir. Uningdan boshqa iloh yo'qdir. U nihoyat shafqatlidir, nihoyat mehribondir. Alloh taoloning ism-sifatlariga iymon keltirish. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karim yoki Muhammad alayhisalomning hadislari orqali o'ziga mansub qilgan ism-sifatlarni o'zgartirib etmasdan Alloh taoloning oliy maqomiga loyiq holda uningga mansub qilish va uni shu ism-sifatlar bilan atash. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Valillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Ya'ni Allohning go'zal ismlari bor. Uni shu go'zal ismlari bilan atanglar. Allohning ismlarini kelmas qo'llanadiganlarni tark etinglar. Ular qilmishlarining jazosini tortadi. Alloh taologa iymon keltirishdan maqsad nima? Alloh taologa iymon keltirishdan asosli maqsad aql, sof tabiat va haqiqatning chaqirig'iga ergashgan holda o'zining yaratquchisini tunib, inson bo'lib yaratilganlik burchini o'tash orqali ikki olamlik baxt saodatlarni qo'lga keltirishdan iboratdir. Alloh taoloning insonlar ustidagi haqqi nima? Alloh taoloning insonlar ustidagi haqqi insonlarning Alloh taologa xolis ibodat qilishidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Ya'ni jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. İbadet ve onunla münasebetlik meseleler. İbadet degan nima? İbadet til, qalb ve bedenning hareketleri bilen Allah Teala'ga qulchilik qilish demektir. Allah Teala Peygamber aleyhisselamga xitob qilib mundaq deydi: "Qul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin." Yani etkin ki mening namazim, qurbanliqim, hayotim ve mamatim alemlerinin Rabbi Allah üçündür.